Ushlab turing. Nima unaqa qilding? Siz baribir tushunmaysiz. Odam borligini oyim bilib qoldilar. Nimasi yomon? Oyim borligini ham odam bilib qoldilar. Kulyapsizmi? Ya kulolma, ha? Qanaqa tushuning? Adang borligini oying bilib qopti, oying borligini adang bilib qopti. Yomon narsa emas-ku bu. Yuring, sizga tog'am tushuntirib beradi. Men qara, tog'ning ismlari nima? Jonim. Bu jonim? Tog'am ismlari Jonim. Jonim? Ha! Assalomu alaykum, jonim aka. Ye, bechora jiyanim. Jiyan siqilma. Tog'day tog'ang bor ekan, siqilma. Kim bu? Tog'ajon bu bo'lajak kuyovingiz. Ha, yo'g'i, endi kuyov to'g'ri tushunasiz. Endi bechora shunaqa bo'lib qoldi-da. Yo, tushunmayman. Shu nimasi yomonligini tushunmayman hozir. Qarochi. Onasi borligini otasi bilib qolgan. Otasi borligini onasi borligini otasi bilib qolgan. Nimasi buni yomon?